Avtohalokatlar, transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish maqsadida Toshkent viloyatida xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari o'tkazilyapti. Jarayonlarda qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan va tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqargan haydovchilar aniqlanib, tegishli tartibda chora ko'rilmoqda. Navbatdagi nazorat tadbirlari Chinoz tumanida o'tkazildi. Haydovchilik guvohnomasi o'qib, belgilangan imtihondan o'tgandan so'ng beriladi. Reydlarda haydovchilik guvohnomasini olmasdan transport vositasini boshqargan fuqarolar ham aniqlandi. Qonunchiligimizda avtomobil oynalarini qoraytirish uchun ruxsatnoma talab etiladi. Bu me'yorlarni bajarmaslik esa avtomashinani jarima maydoniga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Tungi reydlarda xizmat faoliyatimizni olib borayotganda, avtotransport vositasi hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatilganda, avtotransport vositasining oldi yon oynalari ruxsatnomasi qoraytirilganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Tezlikni me'yordan oshirib, radar moslamasdan qochish uchun haydovchilar turli usullardan foydalanishmoqda. Nazorat tadbirlari davomida Labo avtomobili haydovchisi ham davlat raqam belgisini yashirib transport vositasini boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Labo rusumli avtoulov orqa davlat raqam belgisini yashirib olib harakatlanayotganligi aniqlandi. Ya'ni nomer mana yashirilgan, mana nomer bunaqa chiqadi. Bu yashirilgan holatda harakatlanyapti. Shu bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Reydlar davomida mavjud qarzdorlik uchun qidiruvda bo'lgan avtomobillar ham aniqlandi. Toshkent viloyati Chinoz tumanida tungi xizmatda reyd tadbirlari olib borilayotgan vaqtida rusumli Lacetti avtotransport vositasi hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatilganda, avtotransport vositasini qidiruvda holati aniqlandi va avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Vangan rusumli avtobuslarni to'xtatib tekshirganimizda avtotransport vositasida qidiruv qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Bu kabi profilaktik reyd tadbirlari viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham davom ettirilyapti.